Assalomu alaykum birodarlar, yaxshimisizlar? Masalaga vash yangilikni zo'ri hozir bitta video oldik, keyin o'xshab qoldi. Hozir mana shu narsalarni hammasini akamizdan narx-navolarni bir boshdan so'rab bilamiz. Birinchi o'rinda manzilni tushuntirib o'tdik. Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Regas turistida bunaqa benzin zapravka bor, benzin zapravkani turistida. Bog'dod sentr markazi, Dehqon bozorining yonida bu. Narx-navolar qanchadan aka bularni? Bular 2 million 700 mingdan. 2 million 700 mingdan 6,5 kilovatlisi. 2 million 600 ming. 2 million 600 ming 5 kilovatlisi. 4 kilovatlisi 2 million 400 ming. 2 million 400 ming. Buning ichida O'zbekiston bo'ylab dastavkasining puli bor, a? O'zbekiston bo'ylab xohlasa. Bular 2 million 900 ming kattaroq 6,5 kilovatlisi 2 million 900 ming. Hammasi dastavkasi ichida. Bularda kilovatida farqi bor, listi qalin yuqqaligida farqi bor. Kim bular? Mana bunaqa ishlab chiqarish uchun kattaroq chiqaradigani bor, tumoqlar kichikroq chiqaradigan bor. Qum qilib, makkalarni maydalab chiqarib bergan. Bitta tashlaysizlar. Tishini ham ko'rsataylik, mana tishi. Ko'rdingmi? Tishlari chotga xullas. Majaqla boradi. Ochiq ekan mana endi. Tishlari. Maydalab chiqarib yuboradi. Dastavkalari shu ichida O'zbekiston bo'ylab mishalkalar qanchadan aka? 3 million 800 mingdan. Bularda dastavkasi kelishilinadi. Buni kichikka kelsa, endi mehmon bo'lib keladi yoki narxini kamaytirib berasizmi? Shu beramiz. Shu beriladi. Narxini bemalol kelaverasizlar, kelmoqchi bo'lganlar. Kelmaymiz desalar, mana shu narxda O'zbekiston bo'ylab dastavkasini akamiz o'zlari ko'tarishgan holda jo'natib beriladi. Ovoz unaqa kuchli bo'lmaydi. O't solinganda kuchayar ekan. Xohlasalar bu darajada qum qilib yuboradi, xohlasalar bunaqa jichak katta qilib mayroq qilib beradi. Bu buni mana ko'ryapsizlar, to'rtburchak katta-kattalisi bor, shaxmat tumoqlisi bor. Uni mayda teshikisi bor. Qozonlar mana shu Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida ishlab chiqarilyapti. Akamizlar birinchi qo'l 12 dan 250 litrgacha bor, a? 225, 150, hamma qalin yuqolardan bor. Tartibsizga qaramaydi. Bular optim bo'lgani uchun hozir sotibdi, ancha sotishdi. Shuncha tartibsizroq. Bular nechilik aka? Bular 125 litr. 125 litrli. Necha pul narxi? 540 ming. Kiloga beriladimi? Kiloga beriladi mana kattalarimiz. Kattalar kiloga beriladi. Kilosi qancha edi? 31 mingdan beryapmiz. 31 mingdan kiloga beriladi. Asosan necha kilo chiqadi? 250 litrlarimiz 45, 46, 47 kilo chiqyapti. 45, 46, 47 kilogacha. 225 larimiz o'sha 44 dan 40 ga. 44 dan 40 ga. 50 kiloga bormas ekanda, eng kattasi ham. Mana shu o'zlariniki nima ham olaverasizlarmi aka, alyuminiyam? Alyumin olyapmiz. Bular o'zlari ishlab chiqarganligi uchun alyuminiyam oladi. Agar mabodoga teshik qozonlaring bo'lsa, ustiga gaplashilib olib qolinaveradi. Teshik bo'lsa, masalan, uylarda teshilib qolgan, nima bo'lganlarni olib keladi. Ustiga shuni to'g'ri tortib oladi, buni qo'yib, ustiga gaplashib olinaveradi bular. O'zlari yana qaytarib ishlab chiqaraveradi. Hali bir oy kafolat bermaysizlarmi? Bir oy kafolat beramiz. Biz hamma qozonga. Bizga aybimiz bo'lgan bo'lsa, bir joydan teshilib muammo qolgan bo'lsa, hali ba'zilarga kuydirib qo'ymasa, boshqa qilmasa-da, o'tda kuydirib, tega olib qolib, o'tda kuyib qolsa, har qanday qalin qozon ham kuyadi u. Hozir hali hoka yaqyapti-yu, napor bilan. Bunaqalarga nima bo'lmaydi. Hech narsa qilmaydi ularga. Mana nimalarda qancha kafolat buni? Motorlarimiz zavodskoy bo'lgani uchun 1 oy kafolat beramiz. 1 oy kafolat. Mabodo zavodskoy brak bo'lsa ham o'sha olib kelaveradi, almashtirib beramiz. Almashtirib berilaveradi. Bitta narx-navolarini qolgan narsalardan va telefon qilib gaplashsa bo'laveradi. Albatta. Yonglarimiz bor, sektorlar unaqa katta kichik hammasidan bor. Hamma narsadan bor. Bitta boshqa filiallari, boshqa joyda yana bir filiallari bor ularda. Hammasi lekin Bog'dod tumani ichida. Ular ham o'zlari yasashadi, kantini. Xonadonga o'ta chiroyli qilib qilingan. Kramalari bor, balonlarimiz. Yosh bola ham almashtirib olaveradi-da, Damas'ga mekka pachimlik moslash shart emas. Shunday to'ta bilan bo'lib yechadi. Mashinaniki nima qilganda? Nima qilib? Qancha bu narxi? 850 ming bilan. 850 ming a? Turbalari ham qalin qilib, bu nimalar armaturlar 32 kilik qilib. Yaxshi. Zakazga qilingan bu, xohlasa zo'r. Zo'r a? Qalin, bizlar ham qalin emas. Bular ham qancha bir boshdan yetib ketaveradi? Xo'p, bularimiz 420 mingdan beryapti, optim narxi. 420 ming optim narxi. Bularchi bir xilmi yo'q narxi? Bir xil, hammasi bir xil. Mana ularimizni 400 mingdan beryapmiz mana. Farqi? Sal listi eskiroq, arzonroq degan listlarimiz. Listi eski. Endi listi nimalari qalin yuqorliklari hammasi konteyner ruchka. Hamma yo'q bir xil. Faqat
List eskilik uchun. Baxroq kesilganda endi. 20 ming arzon. Ha. Qo'y oxirlarchi. Bular 550 ming ekan, ikki g'ildiraklilar. 850 ming dedik, arzonroq varianti. Endi kimga qanaqa nima qilgan bo'lsa, Ha, bular. Ha, qulayliklari ham bir xil ekan deyapti. Bular qancha? Qo'y oxirlar? Hop, 130 lik qo'y oxirimiz 250 ming. 250 mingdan. Bular 300 mingdan, a? Nima bu? 2 metrlik. 2 metr uzunligi. Yangilis birortalisini ko'ryapsiz, nimasi yo'q. Ha. Zanglagan ana bugun joyi yo'q mana. Bularchi bular? Zonklarimiz 500 ming. Bular o'sha kampirlik mana shunday bo'ladi? 500 mingga? 125 o'sha turbasi bilan. Turbasi bilan. Somon yutadigan nimachi bular? 350 ming. Bular 350 mingdan. Katta somonga, eng katta somonga standart chiqarilgan. Ha, Bu bo'lsa yaxshi. Buni katta nimalarchi buni? Katta o'xirlar nechiga necha Hop, bo'ladi? 350 ming qo'y o'xirimiz, yangilis. Ha, pastdagilar. 260, ha, 260. 260. Uni yonidagi suv bachak shu suv. Shu bachak 2,5 tonna 1 million 700 ming. 2,5 tonnalik bu. Ha, 2,5 tonna. Ha, bu ko'p kattalari ham bor ekan, haqda. 1 million 500 ming narigisi 2 tonna bu. Ha, u 1 million 500 ming kichinaroq, ha. Ha, bu chala holatda ham sotilaveradi sizlarda, endi o'zlaring ishlab chiqarganlaring uchun. Uyda baloni bo'lsa, misol qatirib olaverasiz, skuter balonga tushaveradi. 300 mingdan. Balon yo'g'i 300 ming, 100 ming. Raisda qilar ekan, 140 ming. Shunaqada. Ha. O'q shundan qiladi. Ha, uylangda balonlang bo'lsa, zapaska balon shuni qo'yib olasizlar, taqib olasizlar. Biz ham sotaveramiz, diskasini o'zi ham bizniki ishlab chiqarish aka. Odamlarga qanday Alohida. Hamma yo'q alohida sotilaverar ekan, kimga qiziq bo'lsa. Ha, bular qancha dedik? 400 mingdan bular. 400 ming nechiga nechi bular? 230. 230. Maloxira 230. Mana tog'oralarchi bular? Bu 80 ming. Kichkinasichi? 80-60 ming. Bular 60 ming. Bu eng kichkinasichi? Bu 40 ming. Bu 40 ming ekan. Mana bularchi bular? Nimaga o'zi bular? Ishlarimizga 260 ming. Nima deysiz? Kompot bekitida qon. 3 litrli bankadan 20 ta sig'adi unga. 260 ming. 260. O narigisiga 16 ta sig'adi, 240 ming. Eng tepadagi o'shasiga 12 ta sig'adi. Ha, bunisi qancha? 220 ming. 220 ming. Bu hozir esa kompot sezonga hozir 3 litrlik bankadan 20 ta sig'averadi. Atayya shuni yoqsa bo'ldi ekanda, oyoqlari ham bor ekan. Qolgan payt somon yutami, o't nima qiladi, boshqa ishlataveradi. Ha, boshqa ishlarga ham ishlatilaverar ekanda. Ha, hali chiqarilgan nimasi bor. Bunaqa qilib katta-katta qilib chiqarsa ham bo'lar ekan, keyin mana bunaqa mayda ham chiqarar ekan. Qo'yib chiqarmoqsan, mayda. Mayda ham chiqarar ekan. Xohlaganlar uchun katta, xohlaganlar uchun mayda. Xohlagan uchun bulardan ham mayda qilib yuborar ekan, ana setkasini qo'ysa. Taroziga qanchadan kiloli nimalar? Temirlar? 8 ming, 7 ming, 9 minggadir. 8 ming, 7 ming, 9 minggadir. Yasalgan. O'zlaring olasizlar ham, ha? Temir olyapsiz, ha. Ha, kabilam olib, kabilam sotyapsizlar? Kabillar ham keldi endi hozir. Ha, endi. Zaniyani oldik. Ha. Zdaniyanoba, temirlarni, kabellari ham yo'g'ini ollayim. Ular shunaqa ishlarni ham qilishadi. Zdaniyalar bo'lsa olib, ular uni qanaqa ishlar bo'lsa bitirib beraveradi. Olaveramiz. Temirlar ham olinadi. Turishiga qarab olinadi, kelishida. Buyumini bu ham yuqasini, qalinini, alimimiz. Ha, shunaqasiga qarab kelishi olinaveradi. Uni mana qanchadan? Uni ismi nima edi? Karitalarimiz? Ha, Karitalarimiz 650 ming, 750 ming. 650 ming, 750 ming? Mana kattasi 750 ming. Ha, Kichkinasi 650 ming. bular 650 ming. Bu somon disha bu? Ha, somon idish, bu ham 350 ming. 350 ming. Bularchi kanistrlar? Bular 100 minglar. 100 mingdan, ha? Mana shu holati. 100 minglar. Bu bachoklarchi? 60 litrliklarimiz 50 ming. 50 mingdan, ha? Bu kesilgan somon idishmi bu? Ha, 90 mingdan beryapti bularni. 90 mingdan tag ekan, ha? Ha, tagi. Tag qismi ekan. Bo'ldi aka, ochib qo'ying. Biznikani qanaqasi yumshoq, yaxshida issiqqa sovuqqa chidaveradi. Bu yonbosh kesilgani ham shunaqa? Ha, unisi ham bir xil 90. Ha, yonbosh kesilgani ham bor. Somon yutgani juda ham qulay bu ham. Lesalarimiz mana Lesa ham bor. Xonadonlarga oldiqan bo'lsa mana haftalik qilingan. Nech pul lesa komplegi? 650 ming komplet. Kompleg 650 ming ekan, hamma yo'g'i bor, to o'sha oyoqlarni tegiga qo'ygani tayyor. Ha, bularchi? O'xo nimalar? O 1 million 100 ming bo'ladi. Nerjininki ekan, ha? 1 million 100 ming. Bu endi 100 litrmi? Bunisi necha litr? 850 ming, 80. Ha, bu 80 litr, 850 ming. litrliklarimiz 850 ming bor, 750 ming bor. Qani yuqoriga. Ha, qalin yupqaliga. Bularchi bu? Bular 1 million 500 ming. 1 million 500 ming, ha? 50 litrdan ikkita nimasi? Suv qaynasa bu tomonga chiqadigandan, ha bu? Yaxshi bo'ladi. To'ylarga, marosimlarga zo'r. Bu necha litr oladi dedingiz? 100 oladi, 50 dan necha qarachoy? Ha, 50 litrdan 100 litr oladi. Ha, bu mana xonadonlarga bular, ha? Bozorlarda Qatarga qo'yib, samovar qilib. Samovar qilib, ha? 150 ming, 750 ming qanaqa? 950 ming, bunisi 750 ming ekan. Bunisi qancha? 100 litr. 850 ming. 850 ming, ha. 850 ming. Bu kichkinachasichi? Unisi 600 ming. 650 ming ekan. 600 ming berasiz. 800 ming mana uni. 800 ming 80 ekan. litrlik.
Telefon nomeringizni yana qaytarib yuboring aka. 91lik 91lik 202 202 1586. 1586 raqamiga Telegramda yozaverasizlar, kunduz telefon qilaverasizlar, manzillar kasalar tashlab beriladi, kelaverasizlar. Bemalol har kuni ochiladi, katta yo'lda bo'yida. Farg'ona viloyati Bog'dod tumanining markazida, Dehqon bozorining yonida Bog'dod Regaz bor. Ular kasa tashlab beriladi. Shu nomerga aloqa qilsangiz kelaverasizlar. Boshqa kunlar ham yana ham kattaroq ob'em kerak bo'lsa, narigi filialga olib boriladi. Yasalayotgan joyda mana shu narsalar endi yasalar. Ha, bu ikkinchi filial, uchinchisimi? Ikkinchi filial. Короче, agar nima bo'lsa, kelishuv bo'lsa, albatta filial ham ochib yuboramiz. Salomat bo'lasizlar, birodarlar. Shu akamiz o'zi chetda bo'ladi, xizmatda bo'ladi, kelaverasizlar.